Sut ekan ekan. Вообще arzon. Вообще arzon, juda maza qilib ishlatadigan mahsulotlar ko'p ekan. Mana bunaqa. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali tomoshabinlari. Bu safargi videomiz idish tovoqlar, bitovoy texnika, hop, o'sha ro'zg'orga ayni zarur bo'lgan mahsulotlar haqida bo'ladi. Hozir bazaga kelganmiz. Bu Farg'ona viloyati o'sha Qo'shtepa tumanidagi bazalardan bittasi. Butun ko'plab vodiydagi savdogarlar shu yerdan olishadi. Bu taraf Qumtepani kurugidan keladigan yo'l deb ataladi. O'zi manzil Kallelin deb nomlanadi. Telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Batafsil bemalol ma'lumot berishlaringiz mumkin. Qolganini ichkarida davom ettiramiz. Obunachilar, iltimos like bosishlaringni, obuna bo'lishlaringni iltimos qilamiz. Iltimos obuna bo'lishlaring bizga ancha podдержка bo'ladi. Xo'p, bu obyekt ko'proq o'sha ayollarimiz ko'rishlarini iltimos qilardik. Ayniqsa ro'zg'orbob narsalarimiz ko'p ekan. Podvalidan boshlaymiz. Shu ko'rsatyapmiz. Mana ayniqsa o'sha ro'zg'or, ayniqsa juda muhim bo'lgan mahsulotlar ko'rishlaringiz mumkin. Har bittasini narxlari yozilgan ekan. Mana bu qozonimiz ko'rishlaringiz mumkin. 88 ming so'm ekan. Mana qozonlar turlari bor ekan. Xullas bitovoyda ro'zg'orga nima ishlasa hamma yo'q bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar mana. Ayni o'sha bazasida o'sha joyidan ko'rsatyapmiz. Yana takror aytamiz, hali bitta gap ko'p qaytarilayotgan bo'lsa, e'tibor bermaysizlar. Mana yelim mahsulotlari deysilarmi? Mana 10 ming so'mdan, 3 ming so'mdan tortib xullas 25 minggacha, 30 minggacha bo'lgan mahsulotlar bor ekan. Kimga qanaqa qiziq bo'lsa, mana mont hozirlar mana 250 ming so'mdan ekan. 250 ming so'mdan. Bunaqangi olibda mont hozir gullilari ham bor ekan. 340 ming so'm. Mana 340 ming so'mdan ekan. Hop, bunisi 300 ming so'm ekan, sal kichikroq ekan. Hop. Bunisi 235 ming so'm ekan. Mana aynan o'sha narxlarni ko'rsatib sizlarga olyapmiz. Mana Nejaveka deganlar bor ekan. Mana 730 ming so'm ekan mana. 730 ming so'm ekan. Yana bitta narsa, bu donaga sotilayotgan narxlar ekan, lekin agar optimga zarar bo'lsa, mana misol biznes uchun savdo qilaman degan odamlar uchun optimga boshqacha bo'lar ekan. Videoni iltimos oxirigacha ko'rishlaringni iltimos qilib so'rab qolamiz. Mana 350 ming so'm ekan, mont qozonimiz 350 ming so'm. Mana. Mana buni narxini qayerga yozib qo'yganini topolmayapman. Bu ham shunaqa, shuni atrofida bo'lish kerak. Mana 288 ming so'm ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Har bittasini video qilib, mana ko'rsatib o'tib ketyapmiz, a? Ko'rishlaringiz mumkin. Mana 90 ming so'mdan chaynaklarimiz bor ekan. Bu chaynaklar o'sha sirli chaynaklar hisoblanadi. Mana 70, hop. Bu ko'p ham 79 qimmat bo'lishi kerak, menimcha. Bunday idishlar ham bor ekan. Hop. Mana 185 ming so'm ekan mana. Paqirlarimizni mana ko'rishlaringiz mumkin. 185 ming so'm, 275 ming so'm. 234 ming so'm mana. Har xil svetdagi mana. Bunaqangi chaynaklar 107 ming so'm ekan mana. 107 ming so'm. Ko'rib turibsizlar, dahshat mana mont qozonlar mana. Mana bunaqa, mana nima ekan tushunmadim. Non, hali un shunaqa mana grammlab ko'riladigan, soladigan narsa ekan bu. Soladigan narsa ekan. Xullas narxini bilolmadim, topolmadim narxini. To'g'riroq, narsa ko'pligidan u narxini ham topolmayapman o'sha. Mana bu 28 mingdan cho'mishlar ekan mana. 28 mingdan. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Yana nima ko'rsatay mana? Nima hozir ko'rsatsalar mana hammasini mana birma-bir ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana bu komplekt ekan mana naborlar. Bundan tashqari betonlar bor ekan, betonchalar. Mana yelim idishlar bor ekan. Yelim idishlar vaqti sut ekan. Вообще arzon. Вообще arzon, juda maza qilib ishlatadigan mahsulotlar ko'p ekan. Mana bunaqangi ishlarimiz bor ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ayni ayollarimiz ko'rsa вообще bang'illa video bo'ladi, ammo maza qilishadi ham. Mana bu nimamiz, hop, satilga o'xshagan mahsulot ekan. Hop, 192 ming ekan. 192 ming so'm ekan. Bu donali nimasi, narxlari optimga ham boshqacha bo'ladi. Optimga arzon bo'ladi.
Mana bunaqa yelim 28 mingdan bor ekan mana. 28 ming so'm. Yelimlardan tortib mana bu garsho'largacha bor ekan mana garsho'lar. Garsho'lar mana kimga bu garsho'lar zarur bo'lsa mana. Bunaqangi garsho'lar ham bor ekan. Narxini o'sha telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Yana bir qator so'raverasizlar. Bunaqangi uzun mana qozonlar ham bor ekan. Qopqoqlari har xil mana ko'rsatib o'tyapmiz. Keyingi video mana bu ishqilar mana qozon nimalar shashlik qilaman deganlar uchun mana yig'ma, umuman yig'mali ekan. Bemalol yana olib qo'ysangiz bo'ladigan. Ishqilari ham bemalol turadigan mana. Bemalol shu orasiga kirgizib qo'yadigan mana paqirlar ham bor ekan mana. Paqirlar jicha ajib-ajib bo'lib ketyapti. E'tibor bermaysizlar, iltimos. Obuna bo'lishni unutmanglar, iltimos. Sizlar obuna bo'lishlaring, bizga podдержка berishlaring bo'ladi. Keyingi videomiz ikkinchi etajdan qilamiz.